aka, buni hujjatlari qanaqa bo'ladi? Andijonlik aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammada mashina ko'payib ketdi, bilasizlar-a? Benzinni yaxshi qolmayapti. Men ham shu deb yangi mashina oldim. Ilyos akam oldiga keldim. Propanni o'zi qo'yib bering aka. Sizdan bo'lajak ish olmayapman aka deb. Chunki endi yazisida yurish ham bor-ku. Necha yillik tajribaga egaligini mana o'zidan so'raymiz. Aka, necha yil bo'ldi shu sohadaligingizda? 16 yil. 16 yil. 17 yil bo'ladi. 17 yil bo'ldi. 16 yil. Ha, akalar yana bitta narsa. Mo shlankalarni ham bitta ko'rsatib qo'ying mana nomlarigacha. Shlankalarni ham original. Nomi nima buni aka? Elektronik parkom deb chiqadi. Rossiyadan keladi. Ha. O'zi mo propanni nomi nima endi bu? Qanaqasi? Yevropa gaz. Yevropa gaz. Yevropa gaz import kompaniyasi. 32 ga to'g'ri avansiya kompaniya. Ha. Akalar yana bitta narsa sizlarga. Ha, sizlarga bitta narsa tavsiya qilaman. Shu yerga kelib propan qo'ydiringlar, xizmatiga javob beradi. Garantiyasi bor. Keyin sizlar gayiga borib yurmaysizlar akalar. Ruxsatni onlayn bo'ladi. Mana, ruxsatlarigacha bor. Mashetda o'ziga kelasiz, ishinglar bitadi, mashinalar minib ketaverasizlar. 2 soat, 3 soatda o'rnatib, ustanovkalarigacha qilib beradi. Yugur bo'lmaydi. Hamma yo'g'i qo'lingizda bo'ladi dokumentlari. Oshna, o'zingiz tasvirlab berasiz. Yangi mashina olgan aka-ukalarimiz mana Ilyos akami do'stim bulargacha ta'riflab o'tdi. Ilyos akamga bemalol murojaat qilasizlar. Bizning manzil Andijon shahariga kirar ekan, Chermet ko'chada joylashgan. Kelaverasizlar. Diyor klinikani to'g'risi. Ilyos akamga uchilaverasizlar. Aka qo'lingiz dard ko'rmasa, rahmat, joningiz sog' bo'lsin.